ikki tomoni ham ochildimi? Ha. Miyaga tepib qo'yibdimi? Ana ko'p hol kirib ketyapti-da. Miyaga tepib qo'yibdimi? Shunaqa. Ko'rishingiz mumkin, bemorimizni bir vaqt o'zida burun to'siqlari ideal to'g'rilangan orqagacha mana to'ppa-to'g'ri. Lampada boring. Lampa, malades. Mana bu gaymer bo'shliqlari, asosiy bo'shliqlar hammasi ochilgan, full face bo'lgan bemorimiz. Xudo xolasa bu yog'iga bosh og'riqlaridan, burun bitishlaridan qutuldi. Mana bu yog'i ham ideal orqagacha. Halqum lampada boring. Lampa. Mana tepadagi основной, frontal, gaymer bo'shliqlari hammasi ochilgan, tozalagan, yaltirab turibdi mana. 4-5 yildan beri ko'p gaymar bo'lardim, ko'p shamollardim. Instagramdan Bobur Alisherovich ko'rib qoldim. Operatsiyadan muvaffaqiyatli o'tdim. Qo'llar dard ko'rmasa, rahmat. Hozir operatsiyadan keyin mana sprintlarni olib tashladilar. Nafas olish juda ham zo'r. Rahmat, qo'llar dard ko'rmasin. Kelinglar, tavsiya qilaman. Kelinglar, qo'rqmasdan. Men ham qo'rqib qildirmayotgandim. Bemorimizni bir hafta oldin burun to'siqlarini to'g'irlash va face operatsiyasi o'tkazganmiz. Ya'ni burun yondosh bo'shliqlari metsitomi bilan to'lib ketgan, surunkali gaymariti bor edi bemorimizni. Bunga asosiy sabab burun to'siqlari keskin qiyshig'ida, yaxshi nafas ola olmasdi. Xudo xolasa hozir to'g'irlab berdik, sprintlarni yechdik, nafas olishlari juda ham zo'r. Главное, o'zi bemorimiz mamnun. Nafas olishingiz yaxshi? Albatta zo'r, rahmat kattaga. Kimda lor a'zolarida muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelsalar bo'ladi. Qo'limizdan kelguncha to'g'irlab beramiz, xudo xolasa.